Ramazon Temirovning jangi xudo xohlasa aniq bo'lib qoldi. Asu Almaboyevga qarshi bo'ladi. 26-iyul kuni Abu Dabida bo'lishi kerak. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Do'stlar, men ko'proq bu jangni bo'lishini xohlamagan edim. Bu gapni Instagramda aytganimda to'liq men shu haqida gapiraman deb niyat qilgan edim va bugun shu haqida gaplashamiz. Bu jang qanday bo'ladi va nimalar bo'lishi haqida xudo xolasa podkast uyushtiramiz. Botirak Rahmonov ustozimiz bilan bilasizlar, ko'pchilikka bu yoqqan va xudo xolasa bu haqida gaplashib olamiz. Lekin hozir Ramazonni nima uchun Asu bilan qo'yilganligi haqida men bir fikr yuritib qo'ymoqchiman. Bilasizlarmi? Amerikada menimcha o'sha именно UFC promotionda bir narsa bor. Ular xalqlarga qiziq bo'lgan janglarni qilishni yaxshi ko'rishadi. Va ular ba'zida braziliyalik bilan braziliyalikni, rossiyalik bilan rossiyalikni, amerikalik bilan amerikalikni qo'yishadi. Va hozirda biz endi qozog'istonlik sportchi bilan o'zbekistonlik sportchini qo'yilganligiga ajablanyapmiz. Chunki biz hali kamchilikmiz u yerda. O'zbeklar ham, qozoqlar ham, tojiklar ham, qirg'izlar ham hali u yerda kamchilik. Va shuning uchun ham bizga ozgina jahlimizni chiqaradigan vaziyat bo'ladi. O'zi kamgina bo'lsa, O'rta Osiyodan borayotgan sportchilar hali kammiz. Nimaga endi bunaqa ko'payib turgan xalqlar bilan qo'ymayapti-da bizani, o'zimizniki bilan o'zimizgini qo'yapti degan bir fikr bo'ladi. Lekin bu yerda boshqa narsa ham bor. Birinchidan, hozir ularni ikkalasini jang qildirgani bu Abu Dabida bo'lyapti. Birinchidan, qozog'istonliklar yopirilib borishini kutishyapti. Asu Almaboyevning jangini ko'rish uchun, reytingi bo'yicha. Va bu yerdan o'zbekistonliklar boradi. Ramazonni qo'llab-quvvatlagan. Va bilasizlarmi? Juda ham mana shu vaznda menimcha eng ko'p qo'llab-quvvatlanayotgan ikkita sportchi Ramazon va Asu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Любой sportchi, boshqa любой, uzr, men ruscha aralashtirib olaman. Istalgan o'sha 57 kilogramdagi jangchilaringizdan ham ko'ra mana shu Ramazon va Asuni ko'proq jangchilar, muxlislar qo'llab-quvvatlayapti. Va shuning uchun ham menimcha ularni bir-biri bilan urishtiryapti, ko'proq odam yig'ish uchun, O'rta Osiyo xalqlarini ko'proq jalb qilish uchun. Va menimcha yaxshi jang bo'ladi. Bu yerda Ramazonda yana bitta imkoniyat bor. Top 10 talikka kirish imkoniyati. Men ishonamanki, katta ehtimol bilan Asuni agar Ramazon yenga oladigan bo'lsa, bemalol top 10 talikka kiradi. Asu Ramazonni yenga oladigan bo'lsa, u yana ham joyini mustahkamlab oladi. Chunki Ramazon 13-o'rinda, Asu 8-o'rinda turibdi. Juda ham qiziq bahs bo'lishi kerak. Asuni biz bilamiz, qo'l zarbalari xavfli, oyoq zarbalari ham bor. Asosan Asu kurashga e'tibor qaratgan. Ya'ni kurashi yaxshi uni. Haqiqatan ham yaxshi kurashi. Grappling yaxshi darajada. Dartimda shug'ullanadi Qozog'istonda, u yerda Shavkat Rahmonov shug'ullangan, boshqa sportchilar va haqiqatan ham ularda kurash yaxshi rivojlangan, grappling yaxshi rivojlangan. Hujumkor grappling. Grappling bo'lganda ham yerga yotib himoyalanish emas, hujumkor grappling ularda zo'r rivojlangan. Shuning uchun ham xavfli bo'ladi deb aytayapman. Ramazon bazasi uni yoshligida karate bilan shug'ullanganda, keyin bizga kelib mana qo'l jangiga o'tdi. Biz masalan birga shug'ullangandik. 10 yildan ortiq menimcha birga shug'ullandik va Ramazonni deyarli 0 dan chiqqanini ko'rdim va uni nimalarga qodirligini 100% bilaman. 100% haqiqatan ham nimalarga qodirligini bilaman. U stoykada juda ham xavfli bo'ladi. Qo'l oyoq ishlayapsiz, u bilan Ramazon bilan o'ynashmagan yaxshi. Chunki 57 kilogramdagi bola deyarli 70 kilogramlik jangchiday uradi. Haqiqatan qo'l zarbasi kuchli. Nima desam, kurash darajasiga keladigan bo'lsak, xudo xohlasa Ramazon psixologik tarafdan yaxshi holatda tursa, miya tarafidan yaxshi holatda tursa,
Ramazonni kurashga ololmaydi Asu. Kuchi yetmaydi Ramazonga. Psixologik tarafdan Ramazon ideal holatda turishi kerak. Shunda Ramazon Asuga kurashga bermaydi, o'zini zarbalarni o'tkaza oladi. Xudo xohlasa bu ustida ishlanadi deb o'ylayman. Lekin bitta narsa xalaqit beradi, Ramazon hali to'liq inglizchani bilmaydi. Yuray Feberlar ular UFC jangchilari va UFCda og'ir vaziyatda qolganda qanday qilib psixologiyani nima deydi, sovuqqonlikni saqlab qolish haqida menimcha ko'p gap aytgisi keladi, lekin ozgina menimcha qiyin bo'ladi Ramazonga tushuntirish. Bu yerda ustozimiz Muzaffar aka Xudoyqulov bor, Jasur aka Alijonov bor. Ular haqiqatan ham Ramazonni yoshligidan tayyorlagan, ularni mana shu natijaga chiqishiga yordam bergan ustozlar bo'lishadi va ular menimcha podxodni topa olishadi. Ya'ni Ramazonga qanday qilib ta'sir o'tkazishni bilishadi va noqulay vaziyatlarga tushganda qanday qilib o'zini yo'qotmasdan chiqib ketish mumkinligini ular albatta Ramazonga o'rgatishadi deb o'ylayman. Shuning uchun ham do'stlar, Ramazon Temirov va Asu Almabayev haqida bu mavzumiz tugagani yo'q, hali ko'p va xo'p gaplashamiz. Shuning uchun do'stlar, hammalaringizga omad tilab qolaman. Bu hali boshlanishi. Yozinglar kommentariyada prognozlaringiz, ya'ni siz taxminingiz bo'yicha nima bo'ladi? Ramazon qanday natija qayd etishi mumkin jangda va Asu Almabayevga qanday kalitimiz bor uni yutish uchun va biz top 10 talikka kira olishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Fikrlaringizni bildirib qo'yinglar kommentariyada. Hammalaringizdan kutib qolaman. Sog' salomat bo'linglar.